Basharam oqib ketgan holi bilan nima yonyapti betim. Texnik nosozliklar endi iPhone musor to'g'ri tushunasizlar. Xullas betim pitbullga o'xshab turibdi, osilib ketgan to'g'ri tushunasizlar. Kechasi bilan uxlamadim. Mana ertalab 7:30 dan 24 minut o'tgan holatda men sizlarga rag'batnoma videosini qilmoqchiman. O'tgan yil mart oyida Evil Shoh desa nima u, kim u deb hech kim nimaligini bilmas edi. Mana 1,5 yil o'tdi, 1,700,000 bo'ldi onasini hamsa. Instagramda ochib turgan paytim million blogerlar bo'lardi, ko'rardim 1,100,000, 1,200,000 obunachilari bo'lardi. Hozir ashilardan o'tib ketdi. Men yelkam kichkinaligini qaranglar, boboylarga o'xshab qo'yganman. Kiyimim mana pollatda kiyim. Ashali boboylar kiyadigan kiyimlardan. Xullas 1,200,000, 1,600,000 blogerlardan tirs o'tib ketdim. Bloger bo'lmagan holatda har xil bo'lar bo'lmas gaplar gapirib, ba'zi holatlarda aqlli, foydali, motivatsion, ba'zi holatlarda o'zimni jinnilikka solib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarib, xullas o'zimni polni sizlarga bag'ishlagan holatda videolar qildim. Sizlar meni kuzatib, shunchalik podдержка qilyapti turganinglar uchun kattakon rahmat. Mendan ko'p prosmotr yig'adigan akalarimiz, opalarimiz bor, lekin ularga unchalik obuna bo'lmaydi odamlar. Men biror marta ham obuna bo'lmaylar degan holatda ham shunchalik meni podдержка qilib obuna bo'lganinglar uchun rahmat demay, nimadir sizlarga yoqyapti. Lekin bitta narsa, meni 90% yaqin taniydigan tanishlarim 90% obuna bo'lmagan menga. Endi bilmayman nimagaligini. Sizlar menimcha bilsanglar kerak-a. Qadrdonlar, menga atomli reaktorda uranni energiyasini beryapsizlar, motivatsiya beryapsizlar. Demak, juda ham yomon ko'raman bu so'zni, mana shu so'zni ishlatadiganlarni ham. Tur, ishla, harakat qil, shunda senga Allohim beradi. Xullas 2 million bo'lishimizga mashincha qoldi akalar, xudo xolasa bo'lamiz. Ulug'chuluq, videoni qarashini qaranglar, oyog'im qaltirayapti.